5 yil oldin hali o'zligini bilmaydigan, kelajagi uchun aniq planlari bo'lmagan oddiygina bola edim. Har kuni maktabga borib kelardim. Vaqtimni behuda, mazmunsiz o'tkazardim. Lekin 18 yoshimda IELTS dan 9 ballni qo'lga kiritdim va shu paytgacha 5000 ga yaqin o'quvchilarni o'qitishga ulgurdim. Aynan shu videoda IELTS dan qanday qilib 9 olgani va uni hayotimni qanchalik o'zgartirib yuborgani haqida gaplashamiz. Men Alisher Abduhobov, O'zbekistondagi eng yosh IELTS 9 sohiblaridan biriman. Ushbu YouTube sahifamda men sizlarga shu imtihonga qanday qilib tezroq tayyorgarlik ko'rish va samarali tayyorgarlik ko'rish yo'llarini o'rgatib boraman. Agar siz IELTS ga tezroq va samarali tayyor bo'lishni xohlasangiz, sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Bu bilan menga juda katta yordam bergan bo'lasiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, IELTS 9 olishim uchun yordam bergan 5 ta eng muhim qadamni sanab beraman va o'quvchilar qiladigan katta xatolar va shu xatolardan qanday qochish kerakligi haqida ham ma'lumot beraman. Bonus sifatida IELTS 8+ olish uchun nimalar qilish kerakligi haqida roadmap tayyorlab qo'yganman va uni qanday olish kerakligini ham videoning oxirida aytib o'taman. IELTS testini jami 12 marta topshirganman. Birinchi topshirganimda IELTS dan 6 ball chiqqan va men va ukam topshirayotgani uchun uyda moliyaviy qiyinchiliklar bo'lgan. Shu paytda dadam mashinasini sotgan. Shunda biz ikkalamiz, men va ukam IELTS testini topshirganmiz. Men 6 olganman, ukam 5,5 olgandi. Undan keyin men 7+ olishni xohlab qolganman, chunki men o'ylaganman, o'sha 7+ olsam Amerikadagi xohlagan universitet meni quchoq ochib kutib oladi degan xom xayol bo'lgan. Hozir juda ko'pchilikda shunaqa fikrlar bor. Menda ham xuddi shu xayol bo'lgan va tayyorgarlikni yana boshladim. Keyingi topshirganimda 6,5 chiqqan. 5 oy o'tganiga qaramasdan oradan 6 va 6,5 imtihonlarim orasida juda dangasa bo'lganim uchun o'zim xohlagan ballni ola olmaganman. O'zim xohlagan ball 7+ bo'lsa, men 6,5 da qotib qolganman. Ana undan keyin dadam oxirgi imkoniyatni bergan menga IELTS topshirish uchun. Men va'da bergandim uydagilarga, agar 7 olsam bo'ldi, boshqa topshirmayman IELTSni deb. 6,5 ball olganimdan keyin 2 oy bosib tayyorgarlik qilganman va IELTS dan 7,5 ballni qo'lga kiritganman. Demak, 3-urinishimda 7,5 olganimdan keyin teachingga kirib kelganman va shu bilan hammasi o'zgarib ketdi. Teachingni boshlagan paytlarimda hammasi juda ham qiyin edi, chunki o'sha paytda men 16 yosh bo'lganman va o'ylardimki, o'quvchilar meni yoshim tufayli ketib qolyapti darslardan. Agar yaxshiroq ball olsam, men o'quvchilar guruhlarimda qoladi degan fikr bo'lgan va IELTS 8 olishni maqsad qilganman. Keyingi urinishlarimda ham 7,5 chiqqan, undan keyin 2 marta 7,5 olganman va maktabni bitirayotgan paytimda oxirgi oyligimga IELTS topshirganman yana bir bor, chunki men maktabni bitirgandan keyin Toshkentga kelib o'qish fikri bo'lgan va o'ylaganmanki, agar IELTS dan 8 ball oladigan bo'lsam, Toshkentda o'zim xohlagan o'sha o'quv markazida asosiy o'qituvchi bo'lib ishga kira olaman degan xayol bo'lgan. Va 8 ballni ham olganman. Undan keyin Registon o'quv markaziga ishga kirganman. Va kelganimdan keyin Toshkentga 8,5 ballarni olishda davom etdim va bitta qiziq holat bo'lgan. Registonda ishlayotgan paytimda birinchi bo'lib 9 olgan o'qituvchiga Monza mashinasi taklif qilingan, ya'ni Monza mashinasi o'sha sovg'a sifatida qo'yilgan. Menda 9 olish uchun motivatsiya juda katta bo'lib ketgan, tasavvur qilganingizdek. Lekin oxirgi momentda menda 8 chiqib qolgan. 9 olishim kerak bo'lgan paytda va boshqa o'qituvchi 9 olib shu mashinani ilib ketgan. Keyinchalik ishlashda davom etdim, ekzam topshirishda davom etdim. Birinchi marta 8,5 chiqdi. 2024-yil 26-dekabr kuni va nihoyat o'zim xohlagan IELTS 9 ballni qo'lga kiritdim va o'sha paytda O'zbekistondagi eng yosh laynerga aylandim. Men endi IELTS 9 olganimdagi hissiyotlar haqida bo'lishmoqchiman. Men xonamda edim, o'quvchilar yo'q edi. Hamma o'sha New Year holidayga uyga ketayotgan, readingga ketayotgan edi, viloyatlarga va menga email keldi. O'sha retake balliz natijasi chiqdi, tekshirib oling, chunki men speaking retake qilgandim IELTS 9 olish uchun va bosdim emailni. Birinchi ko'rgan narsam IELTS 9 bo'ldi. Overall 9. Men o'zimda yo'q edim, to'g'risi. 9 ni baqirib olganman, esimda bor. Va shu paytda hamma xonamga kirib kelgan, videoga olish boshlangan. Xullas, tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada, ta'sirlab bo'lmaydigan darajada o'sha xursandchilikni boshimdan kechirganman. Ana endi IELTS dan o'zi xohlagan ballni olishingiz uchun muhim qadamlarni sanab beraman. Xo'p, birinchi qadam bizda kutuvlarni to'g'irlash. Agar sizning darajangiz hozir 5,5-6 bo'ladigan bo'lsa va siz universitetga kirishingiz uchun yoki qanaqadir grant yutishingiz uchun yoki ishga kirishingiz uchun sizga 6,5, 7 va 7,5 ball kerak bo'ladigan bo'lsa, o'shanga qarab maqsad qo'yish kerak. Qaysidir odam 8 olgani uchun siz ham 8 olishingiz shart emas, agar sizga 6, 6,5, 7 ball yetadigan bo'lsa. Agar kutuvlarni to'g'irlaydigan bo'lsak, tayyorgarlik ham shunga yarasha yaxshi bo'ladi. Agar darajangiz 5,5-6 bo'ladigan bo'lsa, 7+ olish uchun sizga taxminan 2-3 oy kerak bo'ladi. Agar maqsadingiz 8+ bo'ladigan bo'lsa, shunga yarasha deadline qo'yish ham to'g'ri bo'ladi. Agar 5,5-6 dan siz 8 ballga 1 oyda chiqaman deb o'ylaydigan bo'lsangiz, adashasiz. Undan ko'ra planga yarasha deadline qo'yish kerak yoki deadline'ga yarasha plan qo'yish kerak. Meni o'zimning holatimga keladigan bo'lsak, boya aytganimdek, 6 darajani 6,5 daraja ko'tarilishim uchun menga 5 oy ketgan, lekin aslida 1 oy yoki 1,5 oy yetardi. Shunchaki o'zim shu paytda dangasa bo'lganman. Keyin 6,5 dan 7,5 ga ko'tarilishim, boya aytganimdek,
2 oy ketgan. Chunki menda to'g'ri tayyorgarlik, to'g'ri strategiya va doimiy dars qilish bo'lgan. Va keyin 7:30 dan 8 ga chiqishimga menga 1,5 yil kerak bo'lgan. Men eng katta qilgan xatolarimdan biri hamma narsani bilaman deb o'ylashim bo'lgan va bu ham eng katta xatolardan biri. Agar siz hamma narsani bilaman deb o'ylasangiz, o'rganishga bo'lgan imkoniyatlarni cheklab qo'yasiz. Ikkinchi qadam ingliz tilini til sifatida ko'rish. Ko'pchilikda ko'raman, IELTS olsam bo'ldi, men ingliz tilini yig'ishtirib qo'yaman degan fikr bo'ladi va menga ham ko'pchilik aytadi, balki sizda ham xuddi shunaqa bo'lgandir. Lekin muammo shundaki, agar siz qaysidir tilni fan sifatida, ayniqsa maktabda o'tiladigan fan sifatida ko'rishni boshlaydigan bo'lsangiz, hech qachon xatolaringizdan o'rganmaysiz, jarayondan maza qilmaysiz va o'rganish ham juda pasayib ketadi. Misol uchun, maktabda 10 yil rus tili o'rgatiladi. Lekin hamma rus tilini fan sifatida qaragan uchun, til sifatida qaramagan uchun 10 yil o'rgansa ham, taja 10 gacha sanay olmasdan chiqib ketadi. Va ingliz tilida ham xuddi shunaqa holat bo'lishi mumkin, agar siz til sifatida emas, balki fan sifatida qarashni boshlasangiz. Chunki siz fan sifatida qarashni boshlasangiz, aytganimdek, xatolardan o'rganmaysiz, yangi narsa ko'rsangiz siqilishni boshlaysiz o'rganish o'rniga va jarayondan ham umuman maza qilmaysiz. Ana endi ingliz tilini til sifatida ko'rish uchun nima qilish kerak? Siz ingliz tili muhitini yaratib olishingiz kerak. Har kunlik qiladigan ishlaringizni ingliz tiliga o'tkazing. Eng birinchi qadam bu telefoningizni ingliz tiliga o'tkazishdan boshlanadi. Juda oddiy tuyuladi, lekin juda ham samarali narsa. Undan tashqari siz ingliz tilida o'zingiz yoqtirgan kitoblarni o'qing, o'zingiz yoqtirgan kinolarni ko'ring, o'zingiz yoqtirgan qo'shiqlarni eshiting va ingliz tilida ko'proq muloqot qilishga harakat qiling. Ko'pchilik ko'radigan muammoim ingliz tilini faqatgina o'sha classroomda ishlatadi xolos, boshqa payt ingliz tilidan uzilib qoladi. Va o'ylaydiki, shu bilan o'rganib qo'yaman deb o'ylaydi, lekin aslida bu katta xato. O'zimdan misol qiladigan bo'lsak, ingliz tilini o'qiyotgan paytimda va IELTS ga tayyorlanayotgan paytimda iloji boricha ingliz tili atmosferasini yaratishga harakat qilganman. Boya aytganimdek, o'zim faqat offline darslarga cheklanib qolmasdan, uyga borganimda o'zim xohlagan kitoblarni o'qiganman, artikellar o'qiganman, videolar ko'rganman, kinolar ko'rganman va bu ham ingliz tili darajamda katta o'zgarishlarga olib kelgan. Navbatdagi qismi ota-onalarga ham tegishli. Biz ko'ramiz, qo'shni bolasi 8 olgani uchun, qarindoshni bolasi 8 olgani uchun yoki Telegramdagi random odam 8 olgani uchun ota-onalar ham farzandlariga shunaqa kutuvlarni qo'yadi. Lekin aslida bu ham xato. Chunki ko'pincha ingliz tilini endi boshlayotgan yoki nari borsa 1 yil bo'lgan bola ham IELTS dan 8 bola ola olmaydi navbatdagi 1-2 oy ichida va ota-onalar ham shu narsani to'g'ri tushunish kerak. Boya aytganimdek, aslida o'ziga kerakli bo'lgan ballni olishingiz kerak. O'zingiz xohlagan ballni emas. Agar farzandingizga 5,5 va 6 ball yetarli bo'lsa yoki o'sha mahalliy universitetga kirish kerak bo'lsa yoki xalqaro universitetlarga ham o'zi aslida 6,5, 7 va 7,5 yetib ortadi. Juda kamdan kam holatlarda o'zi 8 talab qilinadi. Agar shu ballar yetarli bo'ladigan bo'lsa, farzandingizdan katta kutuvlar qo'yish va katta bosimga qo'yish ham yaxshi emas, chunki bu narsa ham ularni tayyorgarlik jarayonlariga, ularni o'rganish jarayonlariga yomon ta'sir qilib qo'yishi mumkin. Ko'p holatda 6,5, 7, 7,5 ballar yetarli. O'sha xalqaro universitetlarga scholarship yutmoqchi bo'lsa ham, ya'ni grantlar yutmoqchi bo'lsa ham, shu ballar aslida yetib ortadi. 5,5, 6 bu mahalliy universitetlar uchun, 6,5, 7 va 7,5 ballar va nari borsa 8 ballar xalqaro universitetlar uchun. Bu ham albatta universitetni nufuziga borib taqaladi. Ana endi muhim savol. IELTS 9 o'zi kimlar uchun kerak? Meni o'ylashimcha IELTS 9 bu ingliz tili va IELTS da karyera qilmoqchilar uchun kerak. To'g'ri, IELTS 7,5, 8 va 8,5 bilan ham zo'r o'qituvchi bo'lsa bo'ladi va juda ko'p o'qituvchilar bor shu ballni olgan va o'quvchilar natijasini yondirayotgan. Lekin aynan IELTS 9 o'quvchilar uchun shart emas. Agar siz qaysidir universitetga kirmoqchi bo'lsangiz yoki qaysidir ishga kirmoqchi bo'lsangiz, dunyoning qaysi qismida bo'lishidan qat'iy nazar, sizga IELTS 9 birinchi talab emas. Agar IELTS 9 ni kimgadir maqtanish uchun yoki o'zingizni ko'rsatish uchun, jamiyatdagi status uchun olayotgan bo'lsangiz, bu prosta vaqtni va pulni isrofi xolos. Ana endi IELTS 9 hayotimni qanchalik o'zgartirib yuborgani haqida gaplashamiz. Birinchi navbatda bu networking. IELTS 9 bu o'qituvchilar orasida kamdan kam kuzatiladigan voqea bo'lgani uchun ham 9 olganimdan keyin O'zbekistondagi o'sha eng mashhur, eng top va auditoriyasi katta o'qituvchilar bilan yana ham yaqinroq networking qilishni boshladim va bu networking orqali o'zim ham auditoriyamni kattalashtirishga erishdim. Va navbatdagisi albatta o'zimga bo'lgan ishonch, chunki IELTS 9 men IELTS 8,5 va 8 olib yurgan paytlarimda qanaqadir ma'noda cho'qqiydi va o'sha cho'qqiga chiqqanimdan keyin o'zimga bo'lgan ishonchim yana ham oshib ketdi, chunki men o'yladim, agar to'g'ri maqsad qo'ysam, hech qachon taslim bo'lmasam va oxirigacha boradigan bo'lsam, o'sha maqsadimga erisha olaman degan menda fikr bo'ldi va bu ham navbatdagi maqsadlarim uchun Xudo xohlasa poydevor bo'lib bera oladi.
IELTS 9 ning navbatdagi menga tekkan foydasi bu albatta ko'proq o'quvchiga dars berish imkoniyati. Networking yaxshilangandan keyin, o'zimga bo'lgan ishonch yaxshilangandan keyin ko'proq o'quvchiga dars berishni boshladim va ko'proq 7+ natijalar chiqarishni ham boshladim. Oxirgi 2 yilda o'sha IELTS 9 olgandan keyin Diyarbekir IELTSda o'sha top o'quv markazlaridan birida 200 ga yaqin o'quvchilarga 7+ olishiga yordam berdim va undan tashqari onlayn kurslarimda ham yuzlab o'quvchilarga o'zlari xohlagan ballni olishga yordam berdim. Va albatta oxirgisi bu moliyaviy holatdan yaxshilanish. Esingizda bo'lsa, aytganimdek, dadam menga mashinasini sotishga majbur bo'lgan birinchi marta IELTS topshirishimda va moliyaviy holatim yaxshilangandan keyin, ko'proq o'quvchiga dars berishni boshlaganimdan keyin va auditoriyamni kattalashtirgandan keyin o'sha qarzimni uzdim va dadamga yangi mashina sovg'a qildim. Va bu ham IELTS 9 menga ochgan eshiklardan biri edi. Mana endi xulosa qiladigan bo'lsak, bugun sizlar bilan IELTS dan yaxshi ball olish uchun biz eng muhim qadamlarni sanab o'tdik. Bu birinchisi albatta o'zingizga bo'lgan to'g'ri kutuvlarni qo'yish, ingliz tilini fan sifatida emas, balki til sifatida ko'rish, ota-onalarni ham, demak, farzandlariga kutuvlarini to'g'rilash. Undan tashqari IELTS 9 o'zi aynan kimlar uchun kerak va IELTS dan yuqori ball olsangiz qanaqa imkoniyatlar ochiladi, shu qadamlarni bugun ko'rib o'tdik. Va eng muhimi to'xtab qolmaslik. Birinchi urinishingizda 5.5,5 yoki o'zi xohlagan ball chiqmagan bo'lsa va navbatdagi urinishingizda o'zi xohlagan ballni olmoqchi bo'lsangiz, doimiy ravishda o'sha ingliz tili muhitini o'zingizga yaratib olishingiz va boyaga aytib o'tgan xatolardan qochishingiz kerak bo'ladi. Men video boshida aytganim IELTS 8+ roadmapni olish uchun quyidagi havola orqali Telegram kanalimga qo'shiling va o'sha yerda men aytgan bonusni olsangiz bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, izohlarda fikrlaringizni yozishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha.